O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasida islom dinida xalq diplomatiyasi va mediatsiya tamoyillari mavzusida ilmiy-amaliy seminar bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Tinchlik va osoyishtalik har qanday jamiyat taraqqiyotining mustahkam poydevori, inson uchun hayotiy zarur oliy qadriyatlardan biri. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining tantanali ochilish marosimida davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, hozirgi g'oyat tahlikali zamonda tinchlik naqadar ulug' va bebaho ne'mat ekanini, 38 milliondan ziyod aholimizning yagona xalq, ahil bir oila bo'lib yashayotgani eng katta boyligimiz ekanini yanada chuqur his etmoqdamiz. O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasida tashkil etilgan mazkur seminarda ustuvor e'tibor ayni islom dinining tinchlikparvarlik mohiyati va xalq diplomatiyasining huquqiy asoslarini ilmiy jihatdan yoritishga qaratildi. Unda soha mutaxassislari, professor o'qituvchilar hamda talaba yoshlar faol ishtirok etdi. Mana shu konferensiyadan oladigan xulosalarimiz ham shuki, keyingi paytda mahallalarda mana shu gap o'tadigan yoshi ulug', parhezgor, mediatorlarga ehtiyojimiz juda katta. Ana shu mo'ysafid, katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan inson yoshlar o'rtasida yarashtiruv munosabatlarni takomillashtirsak, mahalla instituti yana ham mustahkam bo'ladi va sudgacha bo'ladigan ko'pgina jinoyatlarni ham oldi olingan bo'ladi. Ish sudgacha yetib bormaydi, balki ana shu joyning o'zida muammo mediator tomonidan hal qilinadi. Mazkur seminar akademiyaning ijtimoiy fanlar va huquq kafedrasi hamda O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkilotining xalq diplomatiyasi markazi bilan hamkorlikda tashkil etilib, unda mintaqaviy tajriba misolida millatlar aro totuvlikni mustahkamlashda mediatsiyaning o'rni alohida tilga olindi. Ilmiy muloqot davomida islom dini tarixan xalqlar o'rtasidagi birdamlik va diplomatik munosabatlarga asos bo'lib kelgani manbalarda tasdiqlangan misollar bilan tushuntirildi. Ushbu turdagi seminar dasturlarining ko'payishi biz uchun qaysidir bir ma'noda tinchlik modeli sifatida ham xizmat qilishi mumkin. Ya'ni biz bu yerdan ko'p narsalarni o'rganamiz, mediatsiyani o'rganamiz, sulhni o'rganamiz, diplomatiyani o'rganamiz va shu orqali biz o'zimiz uchun kerakli bo'lgan namunalarni bu yerdan olib ketamiz. Ya'ni fikrlar, g'oyalar shaklida boshlangan ilk qadamlarimiz ertaga bu amaliyotga ko'chadi. O'ylaymanki, bunday tadbirlar bizning jamiyatimiz uchun, yoshlar uchun albatta manfaatli bo'ladi. Seminar yakunida faol ishtirok etgan mutaxassislar va talabalar esdalik sovg'alari bilan taqdim